Men sizning bu oxirgi jahon chempionatingiz bo'lishi mumkinligidan biroz qo'rqyapman. Bilmayman, balki bu Portugaliya terma jamoasi safidagi oxirgi o'yiningiz ham bo'lar. Bilaman, sizlar mening boshqa kelmasligimni juda ham xohlaysizlar, shundaymi? Meni bu yerda boshqa ko'rishni istamaysizlar. Ha, o'sha kun keladi. Sabr qiling, albatta keladi. Lekin sizga rostini aytaman. Ertaga nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda Cristiano vijdoni mutlaqo xotirjam holda chiqadi. 100% emas, 1000%. Bilasizmi nega? Chunki hayotda ham, futbolda ham menda bor bo'lgan hamma narsani berdim. Mening ishtiyoqim, shuncha yillar futbol o'ynashga bo'lgan xohishim. Bu zaruriyat tufayli emas edi. Buni o'zingiz ham bilasiz. Men, Xudoga shukr, hayotimda juda yaxshi holatdaman. Lekin bu ishtiyoq. Men terma jamoada ham, klublarda ham o'ynayman. Chunki futbol o'ynashni juda yaxshi ko'raman, tushunyapsizmi? Ertaga nima bo'lishidan qat'iy nazar, men baxtli bo'laman. Faoliyatimning oxiriga kelib o'zimga bosim qo'ya olmayman. Sen albatta g'alaba qozonishing kerak. Bu sening majburiyating. Yo'q, hammasi Xudo qanday xohlasa shunday bo'ladi. Tushunyapsizmi? Har bir kundan zavqlanish kerak. Har bir o'yindan zavqlanish kerak. Jahon chempionatidek buyuk musobaqadan zavqlanish kerak. Va menimcha, sizlarning ba'zi boshqacha fikrlaringizdan tashqari, men unchalik ham yomon holatda emasman. Men allaqachon 3 ta gol urdim. Boshqalar undan ko'ra ko'proq gol urishdi, chunki ular juda yaxshi holatda. Lekin men ham yomon emasman.